tamom jamoa jasur turbazavrlar barchaga yordam berar qutqarishga shay'unlar do'stlar bo'lsa yoningda bari oson bo'lar boshingga kelsa kulfat yordamga kelar turbazavrlar olg'a xavflar ketsin nari turbazavrlar olg'a sarguzashtlar sari turbazavrlar olg'a yordamga ucharlar qutqarishga shay'unlar sen chaqirsang bo'ldi turbazavrlar olg'a to'xtash taqiqlanadi belgisi. Bu belgi turgan bo'lsa, mashinani qoldirish mumkin emas. Qolganlar qayerda? Axir hammaga tushuntirmoqchi edik. Hozir kelib qolishadi. Kelmay qayerga ham borishardi. Yordam! Juda dahshatli ish bo'ldi. Qutqaringlar! Zer, nima bo'ldi o'zi? Tinchlik, tinchlik, tinchlik. Zer, nima gap o'zi? Aytmoqchi, Do qayerda? Aytmoqchi emasdim o'zi. Uni o'g'irlashdi. U shaharga borganda, uni esa evakuatsiya qilishdi. Menimcha, u mana u belgi nimaligini bilmagan bo'lsa kerak. Uni oddiy mashina deb o'ylab olib ketishgan. Tinchlaninglar, har qanday muammoni ham hal qilish mumkin. Bizni olib borser, turbazavrlar olg'a! Shoshma, trakni nima qilamiz? Robot hammani diqqatini tortadi-ku. Trak biz bilan boradi. Ishonaver, uni hech kim sezmaydi ham. Mana u yerda bir narsaga ko'zim tushgandi. Qo'yili. Do aynan qayerdaligini aniqlashimiz kerak. Zer! Uchyapman. Mana qayerda ekansan? Seni zo'rg'a topdim. Ko'tarishdi-yu, olib ketishdi. Nima qilay endi? Vahima qilma, do'm. Meni ikkinchi ismim super qutqaruvchi. So'z beraman, yaqinda ozodlikka chiqasan. Bizni hech kim ko'rmaydimi? Trakni qo'yib yuboramiz. Voy! Buncha qorong'i bo'lmasa-ya. Men doni topdim. U ikkinchi qavatda ekan. U turgan joyini oynasini sildiraman. U esa teshikdan chiqib oladi. Keyin esa uni sezdirmay olib chiqamiz. Xo'sh, qalay, yoqdimi? U ikkinchi qavatdan qanday qilib tushadi? U yerda zina yo'q-ku. Bu o'xshamaydi. Bundan osoni bo'lmaydi. Bir narsa xayolimga keldi. Biz sirpanchiq yo'lakni joylashtirsak, Do shu orqali tushib oladi. Mana qaranglar. Qoyilmaqom reja. Trak, Do turgan joyning tomini bir qismini olib tashla. Anki, ularni chetga olasan, xalal bermasligi kerak. To'r, bo'l. Sizlar esa qumni tashiysizlar. Silliq sirpanchiq hosil bo'lishi kerak. Men nima qilaman? Bizni sezib qolishmasliklari uchun kuzatib turasan. Bu yerga kelishyapti. Yana qurilish bo'lyaptimi? Doim kamlashgan. Qaziyni izlashadimi nima balo? U ketdimi? Tushsam bo'laveradimi endi?
Do, tayyormisan? Ha. Xo'sh. Ha, yaxshi. Chaproq. Endi o'ngroq. Endi esa devorni va tomni joyiga qo'yishimiz kerak. Yana sirpanchiqni ham buzamiz. Yashasın uyga. Sizlarni yordamingizsiz nima qilishni ham bilmasdim, do'stlar. Do'stlar, aynan noxushliklarda yordam berish uchun ham kerak-da. Lekin kelasi safar mana bu belgi ostida to'xtama. Bu qanaqa belgi o'zi? Obbo, senga yo'l qoidalarini o'rgatmasam bo'lmaydi. Osmonda uchish uchun qoidalarning keragi yo'q. Voy! Oho, buni qara. Nimani? Tanga. Kimnikidir tushib qolgandir. Ke joyiga qo'yaylik. Egasi shuncha o't o'lan ichida qanday topadi? Kelinglar uni skaner qilib, egasini barmoq izlari orqali topamiz. Skanerlash. Tahlil. Hech qanday iz topilmadi. Topilmaning taxminiy yoshi 300 yil. Qo'ying! Biz qadimiy tanga topibmiz. Keyin izlab ko'ramiz. Balki bu yerda xazina bordir, a? Katta boylik. Xullas, hech qanday xazina topa olmadik. Unday emas. Bularni bari juda eski va shuning uchun ham qimmatli. Uzoq o'tmishda u yerda qishloq bo'lgan. U yerda xazinalar ham bo'lishi mumkinmi? Ay, kim bilsin. Lekin buni mutaxassislar tekshirgani ma'qul. Tanish arxeologlarim bor. Qani ularga qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Balki qazish ishlarini boshlab yuborishar. Ularsiz qazishsak bo'lmaydimi? Bu ishda juda ehtiyotkorlik lozim, bolalarim. Qimmatli ashyolarga ziyon yetmasligi kerak. Arxeologlar tezroq kela qolishsa edi. Ularni kutishimiz shartmi? Qani ketdik, Katya. Qayoqqa? Qayerga bo'lardi? Kavlashga-da. Ehtiyot bo'lib, albatta. Ishqilib gol urmasin-da, gol urmasin-da. Yashavor! Do'stlar, shoshilinch yordamingiz kerak bo'ladi. Xazina izlaymiz. Ko'p nima bo'ladi? Topamiz tirik. Avval bazani yig'ishtirish lozim. Ko'rmayapti-ku. Do, ana u yerga tur, iltimos. Yorug'lik. Yaxshi. Lekin sal qorong'iroq. Anki. Ajoyib. Rejamiz shunday. Tor ustki qavatni oladi. Bul tuproqni yig'ishtiradi. Zer batafsil fotohisobot tayyorlaydi. Men-chi? Senga esa Trak, eng muhim ish. Lekin men chizishni eplolmayman-da. Bu changni yaxshilab tozalash uchun, hech narsaga zarar yetmasligi uchun juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Tayyormisizlar? Ha! Turbazavrlar olg'a.
Hey. Haha. Ay. Topdim. Nima ekan? Tezroq bo'la qol. Qo'yin. Yashasin! Ichida nima borligini hozir ko'ramiz. Kitobmi? Shu xolosmi? Bekorga ovora bo'ldikmi? Hech ham unday emas-da. Qadimiy kitoblarda o'tmishga oid qimmatli ma'lumotlar bo'ladi. Bu kitobni buvimga olib boramiz. U esa qadimshunos do'stlarga topshiradi. Oy, Bujon, o'sha kitobda nima yozilgan ekan? hozir aytib beraman. Sizlar oldin shirinlikdan totib ko'ringlar-chi. Mazasi biram ajoyib. Nega Bujon bu narsani avvalroq pishirmagansiz? Oldin menda uni retsepti yo'q edi-da. Bu qanday retsept ekan? Bu juda qadimiy retsept. Bunday shirinlikni bizni oldingi ajdodlarimiz, bobo-buvilarimiz yeyishgan ekan. Xo'sh, siz uni qayerdan o'rgandingiz? Bitta juda qadimiy bir kitobdan. Ha, demak u qandolatchilik kitobi ekanda. Ha, to'g'ri. Haqiqiy xazina. Betya, senga qanaqa uy vazifasi berildi? Men dinozavrlar haqida loyiha tayyorlashim kerak. Ha, axir bu eng oson vazifadan ham oson-ku. Ha, albatta, lekin ishni nimadan boshlashni bilmayapman. Shoshmachi, xayolimga bir narsa keldi. Hozirgi zamonda dinozavrlar bo'lishi mumkinmi? To'ppa-to'g'ri, biz bo'lishi mumkinligini bilamiz. Ha-da. Sen ularni telefonga tasvirga olishing mumkin. Ajoyib fikr. Qiziq. Ular qayerga g'oyib bo'lishdi ekan, ha? Odatda doim bu yerda kimdir bo'lardi-ku. Zer! Zer! Ha, salom. Ishlar qalay? Nima yangiliklar? Hech gap yo'q. Qolganlar qayerda? Uxlashyapti. Tushki uyqu vaqti. Sen nega uxlamayapsan? Men allaqachon uxlab turdim. Ha, omadim kelmabdi. Men uy vazifam ustida ishlayotgandim. Menga yordam kerak. Aynan qanday yordam kerak? Ular qandaydir dinozavrcha harakatlar qilib berishlari kerak. Men esa ularni tasvirga olaman. Nima? Biz kino yulduzlardek bo'lamizmi? Shunga o'xshashroq. Ajoyib. Hozir hammasini hal qilamiz. Voy. Yor. Xo'sh, hamma tasvirga olish ishlariga tayyormi? Ha, tayyormiz. Tayyormiz. Petya, biz aynan nima qilishimiz kerak? Tushunmayapman. Ajdodlaringiz tarixda qilgan biror ishlardan ko'rsatib berishingiz kerak. Masalan, bir-biringiz bilan janjallashish, irillash yoki daraxtlarni qulatishingiz. U davrlar qachon edi-yu? Biz unday qilishni bilmaymiz. Yo'q, biz zamonaviy dinozavrlarmiz. Qo'limizdan kelmaydi. Haqiqatdan urishishingiz shart emas. Shunchaki urushayotgandek ko'rinishingiz kerak. O'zimizcha qilarkanmiz. Bu juda zo'r bo'ladi. Ha, boshladik. Ajoyib. Kim birinchi bo'ladi? Bizda men va Anki. Voy. Qo'ying.
Juda zo'r bo'ldi. Xo'sh, qani tayyormisizlar? Kamera, motor. Sizlarga nima bo'ldi? Biz urushmaymiz, to'g'rimi, Zer? Ha, urushish g'irt ahmoqlik va bu qiziq emas. Unda nima qilmoqchisizlar? Bilmayman. Chiroyli guldasta yasashimiz ham mumkin. Ha? Bu tomoshabinni qiziqtirmasa kerak deb o'ylayman. Topdim. Biz raqsga tushsak ham bo'ladi. O, bu eng zo'r taqdimot bo'ladi. Ha, bu eng zo'r taqdimot bo'ladi. Sen sinfdagi eng zo'r o'quvchi bo'lasan. Ha, sizlarning sharofatingiz bilan. Sen hali bizning eng asosiy tomoshamizni ko'rmading. Xo'sh, 1 2 3 4 turbozavrlar olg'a. ha, men yulduz bo'laman. Millionlab odam ko'radi. Oskarni yutaman. Bir kichkinagina muammo bor. Bu tasvirlarni ko'rsatib bo'lmaydi. Axir hech kim biz haqimizni bilmaydi-ku. Voy, afsus. Bu haqda o'ylab ko'rmamiz. Endi nima qilamiz? Bir yo'li bor. Pecha ko'rganlarning barchasini suratini chizadi. Zer, sen dahosan. Ha, bilaman. Bugun namoyishning oxirgi kuni-ku. Sen ham bu multfilmni tomosha qilmoqchi eding. Yo'q, Petya. Biz kinoga bormaymiz. Nima uchun, Katya? Voy, mana shuning uchun biz uni yolg'iz tashlab keta olmaymiz. Hammaga salom. Bolalar, nega bu yerda o'tiribsizlar? Biz sizlarni rosa kutdik. Bu jonim tish doktoriga ketayotib, bizga Ippolitga qarab turishimizni tayinladi. Shuning uchun uyda sho'ppayib o'tirishimiz kerak. Unga e'tibor berma. U kinoga borgisi kelayotgandi. Shuning uchun hammaga zaxlarni to'kib sochyapti. O'rningizga boshqa bir olib tursa bo'lmaydimi? Kim? Masalan, men kichkintoyni bilaman, u menga o'rgangan. Unday bo'lsa, bir necha soatga yo'qligimizni sezdirmay tura olasanmi? Biz tezda qaytamiz. Ippolit. Ippolit. Oy. Bu nimasi, nimalar bo'lyapti? Bolalar, berkinmasangiz ham bo'ladi. Jahlim chiqqani yo'q, to'pingizni oling. Ippolit. Voy. Seni ko'rib qolishlari mumkin-ku. Men bolani eplolmay qoldim. U yo'qolib qoldi. Nima? Faqat vahima qilma. Do'q qolgan turbozavrlarni yordamga chaqir. Ippolit uzoqqa ketmagan bo'lishi kerak. Voy. U hech qayerda yo'q. Balki uyga berkinib olgandir. Bo'l, biz uyni hamma joyini qaradik. Aqlim bovar qilmaydi, qayerga ketdi? Ippolit Nora xolaning mashinasida ketdi. Shoshmay tur, Ippolit. Biz ularga yetib olamiz.
Biz uni qayerga ketayotganini ham bilmaymiz-ku. Demak, bo'linishimizga to'g'ri keladi. Trak, ularni topishda yordam bera olasanmi? Hoziroq o'rmonga qaytishing darkor. Hamma qiziqarli voqealar mensiz bo'ladi-ya. Sen ham shu yerda qolasan. Biz Ippolitni topib kelgunimizcha buvim qaytib kelishi mumkin. Ha, Turbozavrlar olg'a! Nega to'xtatding, Tor? Yo'l yopiq ekan, u bu yerdan o'tmagani aniq. Voy. Voy. Ana xolos. Endi g'ildiraklarni almashtirishimga to'g'ri keladi. Ha? Qarangki, axir bu biz qidirayotgan mashina-ku. Biz ularga mashina bilan Ippolitni olib borsak, juda xursand bo'lib ketishadi. Salom. Biz mashina bilan Ippolitni topdik. Voy. Mashinani joyiga qaytarishingizga to'g'ri keladi. Teshirgan g'ildirakni ham almashtirib qo'ying. Ha, mashinamni g'ildiragini almashtirishim kerak. Endi hojati qolmabdi. Alo, mashinamni o'g'irlab ketishibdi. Voy, o'g'irlashmagan ekan. Hatto g'ildiraklari ham joyida. Mo'jizani qarang-ya. 1, 2, 3, 4, 5. Men izlashni boshlayman. Tor, Bul, Anki, Zer, Do, Trak va Katya. Chiqishinglar mumkin, sizlarni topdim. Xo'sh, Ippolit qayerga berkindi ekan, a? Ippolit, qayerdasan? Qandaydir ajabtovur daraxt bu. Bolalar, sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? bizmi? Berkimachoq o'ynayapmiz. Qiziq, juda ham qiziq. O'z kimni gali edi? Dronni ishga tushirib, o'rmonimizda qanday g'alati voqealar bo'layotganini bilib olaman. Xo'sh, qaysi tugmani bosish kerak edi? To'xta! To'xta! Qayerga ketyapsan? Hoy! Shu yerda ekansan-da, qidirmagan joyim qolmadi-ku. Qiziq, Zer qayoqqa yo'qoldi ekan? U yo'qolib qolmadi, ilinib qopti. Unga yordam berishimiz kerak. Sabr qil, Zer. Seni qutqaramiz. Xo'sh, menimcha quvvat toshini almashtirish kerak. Yoki prujinasini, bo'lmasa parragini. Balki hammasini birdanigadir, ha? Ya. Hoy. Ha?
noto'g'ri olibman. Oy. Sabr qilinglar, hademay zer ozod bo'ladi. Qani chetroq turinglar-chi. Negadir boshim aylanayapti. Biroz o'tiray, bo'ptimi? Agar yana kimdir yiqilsa, yumshoqlar tushsin dedim-da. Nega bu ishni eplolmayotganimizni bilaman. Nonushta qilmaganimiz uchunmi, ha? Chunki biz birgalikda emas, alohidadan harakat qilyapmiz. Menda bitta g'oya bor. Turbozavrlar, olg'a! Mana shu yerni kavlaymiz, lekin Gulnana u yoqqa olib o'tish kerak. Trak, uni u yoqqa olib bor. Qani, Torga ko'maklashamiz. Tor, cho'miching kerak. Chuqurroq kavla, Tor. Anki ildizini top. Nima kerak? Qani ketdik, Tor. Tort! Axir bu zer emas-ku, ancha ham kaltaroq edi shekilli. Ha, qo'lga tushdingmi, qochqoq? Sizlarchi, yana berkamachoq o'ynayapsizlarmi? Ha. Hey! Nima bo'lganini aytib bersam ishonmaysizlar. Xullas,